Assalomu alaykum aziz o'quvchilarim. Sizlar bilan onlayn darsimda ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Har bitta darsni sizlar uchun mehrli tayyorladim. Sizlarga manfaatli bo'lishini tilab qolaman. Yoningizga qog'oz ruchka olinglar. Sizlarga darslar hammasini yozib borishinglarni so'rayman. Bu sizlarga juda ham kerak bo'ladi. Birinchi darsimizni boshlasak ham bo'ladi. Bugun sizlar bilan hijomani kelib chiqish tarixi haqida gaplashamiz. Hijomani kelib chiqish tarixi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam Isro Me'roj kechasi, ya'ni namoz nozil bo'lgan kechada namozni farzligini osmondan olib tushayotgan paytlarda osmonning har bir qavatidagi farishtalar: "Yo Rasululloh, sizga ruhingizni shifosi bo'lgan hijomaga buyurdi Alloh. Biz sizni tanangizni shifosi bo'lgan hijoma, al-hajjom, hijomaga qon oldiring" deb aytishadi. Va bu amal bizga sunnat amal sifatida keladi, chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshlaridan va orqalaridan, gardonlaridan qon oldirganlari sahih hadislarda ko'p marta keltirilgan. Yunoniston olimi Gippokrat mushaklar og'rig'ini yengillashtirishda va qon oqimini yaxshilashda juda ko'p keng qo'llab, bunga juda ham ko'p ta'rif berib ketgan. Undan tashqari Ibn Sino bobomiz, ular ham tibb qonunlar kitoblarida hijoman uchun alohida urg'u berib o'tib ketganlar. Va bu meditsinaga ham aralashib ketgan soha hisoblanadi. Nafaqat sunnatga muvofiq, balki davolashda ham bu keng qo'llanib kelinadi.